doktorlar, bemorlar stop ketsin. Do'stlar, o'g'il bolasi borlar ham sunnat qildirmoqchi bo'lganlar eshitsa bo'laveradi. O'g'limni necha yoshda sunnat qildirishim kerak deb biz shov-shuv videolarimizdan eshitib, o'g'lingizda agar cho'ttisi tug'ma nuqsoni bo'lmasa, sog'lig'ida yurakdan, boshdan qon kasalliklari bo'lmasa, chillasi chiqqandan keyin bemalol sunnat qildirursa bo'laveradi. Lekin ba'zi bir kasalliklar bor, qiyshiq holat, yashirin holat, parashyutli holat, gipospadiya, epispadiya degan kasalliklar bor, bular tug'ma oralagi kasalliklar. Buni doktor bo'ladimi, usta bo'ladimi, oddiy usulda xatna qilish mumkin emas. Sababi bu tug'ma urologik nuqson bo'lganligi uchun uni plastik rekonstruksiya operatsiya qilib, to'g'rilab, bir yo'la sunnat qilinadi. Agar kestirib qo'ysangiz, bu operatorga ham, bolaga ham ortiqcha tashvish, ortiqcha xarxasha, ish ko'payadi. 1 soatda qilinadigan, 2 soatda qilinadigan operatsiyalar vaqti ham, rasxodi ham 2 barobarga oshib ketadi. Shuning uchun bu kasalliklarni qayerdan bilaman desangiz, agar o'zi ustida ishlagan mutaxassis bolalar urologi bo'lsa biladi. Yoki bizni Telegram kanallarimizda batafsil bunaqa kasalliklar to'g'risida yozib qo'yilgan. Muhsinjon Alimov nomli kirsangiz, xatna, sunnat, yashirin so'zlarni yozib qidirsangiz, bu kasalliklar haqida batafsil ma'lumotlar rasmlarigacha yoritib qo'yilgan. Unday bo'lsa nima qilish kerak desangiz, unaqa bo'lsa, bola o'sha 1 yoshdan o'tgandan keyin narkozga qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, ya'ni qoni kam bo'lmasa, yuragida parvoga bo'lmasa, boshida nuqsoni bo'lmasa, sudurga bermagan bo'lsa, qon kasalliklari bo'lmasa, dunyo olimlari 1 yoshdan, ya'ni 6-18 oylikda operatsiya qilinsa, natijasi o'sha olimlar aytgandaqa bo'ladi deb aytishadi. Endi biz O'zbekiston sharoitida unaqa bolalar juda kam, chunki tibbiy mentalitetimiz, madaniyatimiz ham to'g'ri kelmaydi. Parvarish qilish ham biroz o'sha madaniyatimiz, tibbiy madaniyatimiz sustroq bo'lganligi uchun parvarish sohasida doktor, bola, ota-ona o'rtasida bir tushunmovchilik bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hozirgi kunda biz 2 yoshdan boshlab o'sha rekonstruksiya operatsiya qilamiz. Buni qanday bilsangiz bo'ladi? Bolangiz qiyshiq siyaptimi yo cho'tisi kichkina ko'rinyaptimi, o'rtoqlarning kasbidan kirib ketib qolyaptimi yoki kirlanish, hidlanish belgilari kuchliroqmi? U o'sha kasallik haqida gumon bo'ladi. Lekin pastga qarab siyishi yoki kindikka qarab siyishi, har doim tikka turib siyganda qo'lni ushlab cho'ttisini to'g'rilab olib siyishi bularga misol bo'ladi. Bunaqa kasalliklar bizga ko'plab kestirib qo'ygandan keyin murojaat qilishadi. Sababi to'g'ri gap tuqqaniga yoqmaydi deganda, biz ota-bobolarimiz shuna oddiy usulda kesilgan, nimaga endi unaqa deyapsizlar? U paytda o'sha kasalliklar yo'q edi. Hozirgi kunda bunaqa kasalliklar ko'payib boryapti, yildan-yilga ham ko'payib boradi, to'xtamaydi. Biz operatsiya qilib kasalliklarni davolaganimiz bilan ham biz uni kelib chiqish sabablarini to'xtata olmaymiz. Ko'payib boraveradi. Sababi kam harakatlik natijasida alfa-reduktaza degan jinsiy faoliyatga javob beradigan gormon bor. Shu gormon yetishmaganligi sababli homilador onada bu kasalliklar, ya'ni jins oxirigacha to'laqonli bo'lmaydi. Natijada xuddi shunaqa jinsiy sohada noto'liq kasalliklar, ya'ni rivojlanish oxirigacha yetmagan kasalliklar ko'payib boraveradi. Ularda operatsiya qilib davolaymiz. Endi bizga nima shikoyatlar bilan kelyapsiz? Bunaqa kasallik kestirib qo'yadi-da, keyin cho'ttisi ichkari kirib ketib qoldi, terisi torayib yopilib qoldi, cho'ttisi kirlanyapti, hidlanyapti, terisi boshchaga yopishyapti, qo'li bilan qashib yuribdi, devorga chiqayapti, gilamga, paloska yotib cho'ttisini ishqab yotadi, qo'li ishtonni tursiga ichidan tushmaydi deydi. Bu shunaqa kasalliklar, bu tug'ma jinsiy a'zo kasalliklari bo'ladi. Shuning uchun shunaqa kasalliklar bormi, bizni barcha kanallarimiz ochiq. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi bo'yicha order tizimi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bola kelib, bizni ko'rikda analizlarini topshirib o'tsa, orderga xulosa beramiz. Shu xulosa bilan bepul davlat tibbiy tug'ruqlari asosida operatsiya bo'ladi. So'zlarimizga, gaplarimizga sodiq qolamiz. Yetim, ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarni, hattoki ko'rik, analiz pullarini men o'zim yonimdan to'layman. Operatsiya, yotoq, dori-darmon xarajatlarini esa tibbiy sug'urtadan orderga tushirib operatsiya qilib beramiz. Maqsadimiz shu bolajonlar
shifo topib, darddan qiynalmay, kelgusida sodiq farzandlar bo'lsin, yurtimizga fidoyi farzandlar bo'lsin. Agar sizlarda ham shunaqa muammolar bormi? 95lik 889 55 51 telefon raqamlarimiz soat ertalab 8 dan 17:00 gacha ishlaydi. Manzilimiz Farg'ona shahar, o'sha dunyoga mashhur Compass Hospital klinikasi azizlar. Bizni 4 ta tarmoqlarimiz ishlaydi. 4 ta tarmoqlarimizda Muhsinjon Alimov yoki bolalar urologi deb qidirsanglar chiqadi. Obuna bo'lib qo'ying. O'sha video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, fikringizni kommentariyada qoldiring, repost qiling. Va bu videoni kimga yuborishni o'zingiz bilasiz albatta. O'g'il farzandi bor yoki sundan qilmoqchi bo'lgan insonlarga yuborib qo'yasiz. O'zingiz bilan ehtiyot qiling, hech qachon kasal bo'lmang azizlar. Doktorlar bemorlar stop ketsin.